Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan CapCut dasturini ishlashini ko'rib chiqamiz. Men bu darsligini tayyorlashga avvaldan tayyorgarlik ko'rganim yo'q. Shu uchun gapirishda, tushuntirishda kamchiliklar bo'lsa, uzr. Oldindan tushunmagan joylaringizni kommentariyaga yozishinglar mumkin. Demak bo'lmasa boshladik. Birinchi navbatda CapCut dasturini interfeysi bilan tanishtirib o'taman. Bu interfeys juda ham qulay, juda ham sodda. Har bir foydalanuvchiga birinchi ko'rganda menimcha tushunarli bo'ladi. Demak, bu yoqda eng asosiysi mana Sozdat proyekt yaratish, yangi proyekt ochish. Kelaylar, men yangi proyekt ochib ko'rsataman hozir. Undan oldin men zapis ekran bor. Bu Pro variantlarda ishlaydi faqat. CapCut Pro versiyasida. Menda hozir Pro. Demak, zapis ekran qilsa bo'ladi bundan. Men ishlatmayman buni. Bu yoqdan mana nastroykalarga o'tsa bo'ladi, akkaunt nastroykalari. Bu ham umuman kerak emas. Bu yoqda ham sun'iy intellekt bilan videoni yo rasmni tahrirlaydigan bo'limlar men ishlatib ko'rdim, uncha yaxshi ishlamadi. Chunki CapCut sun'iy intellekt bilan integratsiyasi uncha yaxshi emasmi deymanda, shuni hisobiga. Mayli, bu yoq ham bizga kerak yo'q. Mana bu yerda siz oldin ishlatgan proyektlaringiz saqlanib bo'lib turadi. Mana bu knopka bilan, mana bu udalить tugmasi bilan o'chirsangiz bo'ladi. Uchun belgilab chiqasiz mana bunday. Keyin udalitni bossangiz o'chadi. CapCut yana bir eng zo'r tomoni, misol uchun mana siz proyektda ishlayapsiz, bu yoqda ko'p fayllarni qo'shib tashladingiz. Mana misol uchun mana bu klip hozir ochib olsin. Ko'p fayllar, misol uchun videoni tashladingiz, 4-5 ta videoni kesib uladingiz, pastidan qo'shib qo'ydingiz, rasm, tekst, yana qanaqadir effektlar, keyin ayni ish avjida payti hali saqlanib qilganingiz yo'q, svet o'chib qoldi yo kompyuter tashlab yubordida chiqib ketdingiz dasturdan. Bu holatda umuman xavotirlanishga xavotirlanishga o'rin yo'q, chunki yopib ketsangiz ham shu joydan boshlab ketaveradi. Shuncha mehnatingiz yo'qqa chiqib ketmaydi. Xullas shu. Demak, Sozdat proyekt qilamiz. Birinchi navbatda videolarni, o'z umuman materiallarni CapCutga tashlashda mana ikkita yo'li bor odatda. Birinchisi mana bu yoqdan kirib, papkalarni tanlash mumkin. Papkadan rasmlarni yo videolarni tanlash mumkin. Ikkinchi yo'li prosta tak shunday rasm, video bo'ladimi? O'shani olib CapCutga surib tashlash mumkin. Har ikkala holatda ham oson, qulay, juda qiyin joyi yo'q. Men odatda surib tashlayman. Mana bunday. Xo'p, ana endi bu montaj jarayonini ham interfeyslari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi navbatda mana bu joyi rasm tashlash uchun kerak, video tashlash, umuman fayl tashlash uchun ko'rsatganimdek. Mana bularni men ishlata olmadim. Menimcha ishlamaydi bular. Keyin bu yoqda ovozlar, CapCutda o'zini ovozlari va o'zini muzikalari. Ba'zida muzika tanlash yoqmay qolganda men shuni o'zidagi muzikalardan foydalanaman. Ichida yaxshilari bor. Mana bu yerdan kategoriyalar bilan tanlasa bo'ladi. Tekst bo'limidan tekst qo'shishsa bo'ladi videoga. Keyin bu tekstni mana bu yoqlardan shrift tanlab, mana bu yerdan shrift razmerini tanlab, bu yoqdan qalin, ingichka, bu yerdan esa mana bu yerdan rangi, mana bu yerdan tekst joylashuvi, mana bu yerda esa tayyor shablonlar bor. Shablonlar, men asosan shu shablondan foydalanaman. Yashili bilan qizili. Masalan, orqasiga fon beradi bular. Shunday qilib ishlatsa bo'ladi. Mana bu yoqdagilar ham nimadir, men uncha bu yoqni ishlatmayman. Lekin ishlatsangiz, mana o'zi ko'rsatib turadi nima qilishini, qiyin emas. Xullas shu. Keyingisi stikerlar. Stiker bo'limi ham yaxshi bo'lim. Ayniqsa siz YouTube'ga umuman qiziqarli bir platformalarga qiziqarli videolarni montaj qilayotganingizcha
ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham juda ham zo'r. O'zi tayyor stikerlar. Mana bu tepasida almas turgani premiumniki. Mana bu hech qanaqa belgisizini любой akkaunt ishlatsa bo'ladi. Bepul akkauntdan ham, pulligidan ham. Xo'p. Bu stikerlar, effektlar bo'limi. Eng sevimli bo'limlarimdan biri desam bo'ladi. Bu yerda turli xil effektlar qo'shsangiz bo'ladi. Mana bu yerda kategoriyalar bilan tanlab olaverasiz. Mana qarang. Juda ham zo'r. Переходlar. Bu ham ikkita videoni o'rtasidagi o'tish. Mana hozir sizga video tashlab ko'rsataman. Keling mana. Ikkita videoni olamizda. Ana shuni ikkalasidagi o'tishi mana переходda bo'ladi. Mana plyusni bossangiz o'zi qo'yiladi. Bu avtomatik qo'yilishi mana bu timeline'dagi chiziq, mana bu chiziq kesilish joyining yonida tursa, plyusni bossangiz o'zi birdan qo'yiladi. Agar mana bu yoqda bo'lsa, plyusni bossangiz ba'zi hollarda qo'yilmay qoladi. Misol uchun. Yoki orqasiga qo'yiladi mana. O'zi qarang mana. Siz tanlagan joyiga emas, o'zi avtomatik qo'yyapti. Old tomondan yoki mana boya orqaga qo'ydi. Ana shunday holatlarda shunday surib tashlab qo'yasiz, bo'ldi. Yoki buni uzunligi ham bo'ladi, hozir mana. O'tdi, mana uzunligini sal qisqartirsangiz bo'ladi mana. Birdan o'tadi. Cho'zsangiz bo'ladi. Mana bu yoqdan ham qilsangiz bo'ladi. Oson, juda ham oson. Xo'p, keyingi bo'lim subtitr bo'limi. Bu ham o'zbek tili yo'q edi, agar qo'shilmagan bo'lsa, yo'q, hali qo'shilmagan. Ukrainada o'zbek tili yo'q. Bu videolaringizga avtomatik subtitr yozib berish kerak. Lekin men ruscha yoki boshqa tillarda video montaj qilmayman, shuning uchun bilmayman, ishlaydimi yo'qmi bu. Asosan o'zbek tilida montaj qilaman. Ishlatmayman xullas bu funksiyani. Ana endi mana bu filtr bo'limi. Bu yerda siz videolaringizga rang bersangiz bo'ladi. Videolarning rangini chiroyli qilib beradigan bo'limimiz aynan ana shu bo'lim. Videoga e'tibor qiling, o'zgaryapti. Bu bo'limda videolar rangli qilinadi. Bu yoqda ham kategoriyalari bor. Turli xil filtrlarni sinab ko'rishingiz mumkin. 2-3 ta filtrni ustidan tashlashingiz ham bo'ladi mana bunday. Endi bu yog'i tabga ko'ra, bu yerda asosan ijodkorlik birinchi o'rinda. Nozik did bilan ishlasangiz videolaringiz juda ham yaxshi chiqadi. Bu yog'i korrektirovka, bu yoqda ruchnoy videoga rang berasiz. Misol uchun temperaturasini to'g'rilashingiz mumkin. Mana sal issiqroq, sovuq yoki оттенок, насыщенность, ekspozitsiya, xullas bu yog'ini qo'lda sozlasangiz bo'ladi. Bu mana shu bo'limimiz korrektirovka. Искусственный intellekt avatar. Bu yoqda odatda mana bu videodagi shablondagi odamlar gapirish kerak. Siz yozgan tekst bo'yicha yoki ovoz bo'yicha, lekin bular ishlamayapti. Yo men ishlata olmayapman, yo o'zi yaxshi ishlamayapti. Xullas, bu ham uncha kerak emas. Lekin ishlatib bilsangiz zo'r ishlar qilsa bo'ladi, lekin hozir kerak emas bizga. Asosan shular. Xo'p, ana endi qolib ketgan joyi, tak mana bu yoqlarni ham ko'rsataman. Nima uchun pastga tushirganimni ham aytib o'taman. Mana bu bo'lim. Birinchi navbatda mana bundan boshlaymiz, keling. Xo'p, bu mana bu ada turgani bizning mishkamiz. Bu yoqdan ko'chirib yurishga ana shu kerak bo'ladi. Mana bu bo'ladi. Lezviya. Videoni istalgan joydan bossangiz, mana o'rtasidan kesib beradi. Mana bu o'zidan o'sha bosgan joyingizdan bu hammasini tanlaydi ekan.
Bu belgilash ekan. Men buni ishlatmayman. Ctrl bilan belgilayman. O'z Ctrl bilan belgilash mana bunday bo'ladi. Mana unga o'tkazasiz. Ctrl ni bosib turib surib chiqasiz. Bosmasdan sursangiz ham bo'lar ekan. Shu qulay menga. Bu ham belgilash. Mana bu orqaga qaytarish. Ctrl Z. Bu esa adashib orqaga qaytarib qo'ysangiz, oldinga qaytarish. Bu mana bular ham juda kerakli tugmalar. Bu boyagiday o'rtasidan kesadi. Ikkita videoni o'rtasidan kesadi. Mana bu esa o'zidan o'ngdagini olib tashlaydi. O'ngdagini qoldiradi, chapdagini olib tashlaydi. Misol uchun sizda mana bu video bor. Shuni chap tomondagiz kerak emas. Bitta shuni bosasiz bo'ldi. Bu esa shuni teskarisi. O'ngdagini olib tashlaydi. Mana bu qo'ygan chiziqdan boshlab hisoblaydi. Shu. Mana bu dublyaj qilishga, ustidan ovoz yozishga mana shu mikrofoncha. Mikrofon bo'lsa agar bunda kompyuteringizga ulangan bo'lsa yoki noutbuk bo'lsa, bemalol ustidan videodagi xato ketgan joylarni to'ldirsangiz bo'ladi yoki polni butun boshli videoni boshqatdan montaj qilsangiz bo'ladi, dublyaj qilsangiz. Bu shu uchun. Mana bu yoqdagi funksiyalar ham yaqinda qo'shildi. Bu juda ham zo'r funksiyalar. Bu ishlayapti. Misol uchun mana bu videoga e'tibor qiling. Videodagi ranglarni yaxshilaydi. Улучшит света. Bu esa hamma videoni bir xil rang qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mana videodan tanlaysiz joyida okta bosasiz. O'sha tanlagan joyingizdagi korrektirovkani hamma butun boshli videoga joylab beradi. Mana bu ovozni yaxshilaydi. Ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Bu ham ovozni yaxshilaydi. Men ishlatib ko'rganim yo'q. Bu esa videoni aytishi bo'yicha yaxshiroq, tiniqroq qilib berar ekan. Bu esa yuzni, videodagi odam yuzini yaxshilasangiz bo'ladi bu bilan. Makiyajlar qo'shsangiz bo'ladi qanaqadir. Yoki bir yuzni oqartirib, qoraytirib, ranglarini o'zgartirib. Umuman olganda mana shu. Endi keling, sal murakkablashamiz. Misol uchun bizda 2-3 ta video bor. Hozir men birinchi videoni tepaga chiqarsam, orqadagilar avtomatik suriladi. Birinchi videoni mana boshidan qo'ysam ham, bular yana joyiga qaytadi. Yoki umuman, bitta videoni olib bu yoqqa qo'ysam, avtomatik o'zi almashadi. Mana shu narsalarga javob beradigan tugmamiz mana bu. Buni bossak, videoni olsak ham bular qimirlamay turadi. Buni olsak yana bular avtomatik qimirlaydi. Avtomatik ko'chish faqat timelinedagi asosiy liniyada bo'ladi. Ya'ni mana bu liniya. Mana o'zi kinoplyonkaning rasmi turibdi ana shu yoqda. Bu yoqda farqi yo'q. Qancha ko'chirsangiz ham avtomatik kelmaydi bunday bo'lib. Lekin mana bunga tashlaysiz, mana birdan yopishib oladi. Bu ana shu liniyada amal qiladi. Bu liniyadan olib tashlash esa mana bu. Xo'p, mana bu tugmamiz. Bu mana buni liniykani ishlatishga juda ham qulay. Qanday tushuntirsam ekan. Xullas bu funksiya qo'shilgan bo'lsa, liniyka o'zi mana bo'lak-bo'lak joylarda to'xtaydi kelib. Buni o'chirib qo'ysangiz to'xtashi qiyinroq bo'ladi. Yopishishimi? Xullas shu. Bu esa zanjirimiz. Xullas videoni yopishtirib beradi. Mana nima qiladi o'zim bilmayman. Mana bu esa kesishga qulay. Birdan xullas bu funksiyalar keraksiz funksiyalar ekan. O'zim ham tushunmadim. Umuman ishlatmayman funksiyalarni. Xalaqit qilar ekan. Xullas buguncha shular. Ana endi qiziq olgan bo'lsanglar,
keyingi videolarimizda video montaj qilishni boshlaymiz. Ko'p cho'zib o'tirmaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.